Пять основных задач проекта. Первое – это формирование навыков STEM и инновационного инжиниринга. Второе – это гармонизация цифровой грамотности с эмоциональным интеллектом. Третье – это экологическое воспитание и пробуждение ответственного отношения к природе. Четвертое – это развитие критического и креативного мышления на основе национальных ценностей. И, конечно, пятое – развитие многоязычных и коммуникативных компетенций. STEM moduli o'quvchilariga fanlarni alohida emas, o'zaro bog'liq holda o'rganish imkonini beradi. Masalan, konstruktor yig'ish, oddiy tajribalar o'tkazish, rasm chizish va hisoblash orqali bir vaqtning o'zida bir nechta fan elementlarini o'rganadilar. STEM orqali bolalar nazariya va amaliyotni bir xil tarzda olib boradilar. Digital emission, raqamli texnologiyalar va emotsional intellekt. Bu yerda zamonaviy gadjetlar va VR texnologiyalari bilan birga bolaning ruhiy holati ham muhim o'rin tutadi. Ya'ni raqamli gigiyena va gadjetlardan foydali maqsadlarda foydalanish madaniyatini bolalikdan singdirishdir. Mazkur yangilik vazifasi VR ko'zoynaklar va planshetlar yordamida virtual sayohatlar tashkil etish. Shu bilan birga bolalarga raqamli dunyo his-tuyg'ularini boshqarishni, ya'ni etika va xavfsizlikni o'rgatishdir. Loyihamizning 3-yo'nalishi eco-thinking, ya'ni ekologik tafakkurni rivojlantirishdir. Bu orqali bolalarda tabiatga mehr va mas'uliyat hissi shakllantiriladi. Ular o'yinlar orqali suv va elektrni tejashni o'rganadilar. Shuningdek, gul ekish va chiqindilarni saralash orqali tabiatga g'amxo'rlik qilish ko'nikmalari rivojlantiriladi. Natijada ekologik ongli va tabiatga befarq bo'lmagan avlod tarbiyalanadi. Hozirgi globallashuv davrida bolalarning milliy qadriyatlarini shunchaki yodlatish kutilgan natijani bermayapti. Bolalar axborot oqimi ta'sirida oq-qorani ajratish qiynalmoqda. Xususan shunchaki ertak aytib berish emas, balki tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, ya'ni bolani har bir voqeaga nima uchun va qanday qilib degan savollar orqali yondashishga o'rgatish. Bundan tashqari milliy ertaklar va qahramonlar misolida yaxshi-yomonni shunchaki qabul qilmasdan vaziyatni mustaqil tahlil qilish qobiliyatini shakllantirishdan iboratdir. Loyihamizning 5-yo'nalishi ko'p tillilik va muloqot. O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2030 barcha sohalar singari ta'lim sohasiga ham alohida e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'limda bolalar qamrovini oshirish ustuvor yo'nalishdan biri hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim bolalarning chet tillarini tabiiy va erkin muhitda o'zlashtirishlariga keng muhit yaratadi. Sababi, maktabgacha yoshdagi bolalar tilni tabiiy o'zlashtiradi va muloqotda erkin qo'llaydi. Bu esa kelgusida raqobatbardosh kadrlar bo'lib yetishishiga imkon beradi. Bizning asosiy innovatsiyalarimizdan biri bu STEM Kids modeli hisoblanadi. STEM bu fan, texnologiya, san'at, muhandislik, matematika sohalarini birlashtirilgan asosiy ta'lim modeli bo'lib, bunda maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy rivojlanish va muammolarni mustaqil hal qila olish qobiliyatlari rivojlantirib boriladi. Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalar bu bolalarning ta'lim va rivojlanish jarayonida kompyuter, planshet, interaktiv doska, multimedia va turli ta'limiy ilovalardan foydalanishdir. Bu vositalar orqali darslar qiziqarli, interaktiv va samarali tarzda tashkil etiladi. Bolalarda axborotni tez va oson qabul qilish, ijodiy fikrlash, mantiqiy tafakkur va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi. Loyihaning 3-vazifasi eco-thinkingni amalga oshirish vositalari.
Didaktik o'yinlar va ko'rgazmali materiallar orqali ekologik tushunchalar oson o'rgatiladi. Gul ekish uchun idishlar, tuproq va urug'lar yordamida bolalar o'z yashil burchagini yaratadilar. Chiqindilarni saralashda rangli qutilar, shuningdek rasmli kitoblar va videolar orqali ularning qiziqishi oshiriladi. Bu vositalar ta'lim jarayonini samarali va qiziqarli qiladi. Loyihamizning mavzusi kelajak avlodni tayyorlash. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida maktabgacha ta'limning innovatsion modelini yaratish. Kelajak avlodni har tomonlama yetuk etib tarbiyalash Yangi O'zbekiston strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shu asosda maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy yondashuvlar va innovatsion modellardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur loyiha aynan bolalarning bilim, ko'nikma va qadriyatlarini yangi bosqichda shakllantirishga qaratilgan.